Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yana bir bor ekran qarshisida sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman, mamnunman. Bugungi suhbatimiz ham juda ham foydali bo'ladi degan niyatida video olyapmiz. Xo'p, bugun sizlar bilan eng dolzarb mavzu bu ham. O'zi ovqatlanish bo'yicha oladigan bo'lsak, bizning iste'mol qiladigan narsalarimizning asosiylari sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari bo'ladi va non mahsulotlari kiradi. Biz bugun sut mahsulotlari haqida gaplashamiz. Ya'ni sut va sut mahsulotlari. Xo'p, sutga keladigan bo'lsak, sutning foydali ozuqaviy xususiyatiga gap bo'lishi mumkin emas. Sut tarkibida oqsil, yog', uglevod, vitaminlar hammasi o'zi normada bisyor. Faqatgina sutning shunaqa zararli tomonlari bor, men sizlarga aytib o'taman. Demak, biz foydali sut haqida gapirsak, zarari o'z-o'zidan kelib chiqadi. Qanday sut organizmimiz uchun foydali bo'ladi? Bu yosh organizmlar uchun ham, yosh bolalar uchun ham va kattalar uchun ham. Demak, sutga qaytamiz. Sut shunaqa sutni ichishlaringizni tavsiya qilaman. Bugundan boshlab shu narsaga qat'iy amal qilingizlar. Farzandlaringizga ham, o'zlaringizga ham ana shunaqa sut ichishlaringizni tavsiya qilaman. Qanaqa sut? Sut bitta molni sutidan sog'ib olingan sutni tavsiya qilib qolaman. Qaytaraman. Ya'ni masalan bir firmadami yoki bir qo'shningizda 3-4 ta mol bormi? O'zlaringizda mol bo'lsa, sutni soqqanlaringizda 3 tani, 4 tani yo 2 ta bolali sigirmi farqi yo'q, hammasini bitta satilga sog'ib olasizlar, to'g'rimi? Ya'ni har xil moldan har xil sut chiqadi. Sutning tarkibi o'zgaradi. Ya'ni hazmi taomi qiyinlashib ketadi, og'irlashib ketadi. Shuning uchun men sizlarga sut haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotim, bitta ona bola sigirdan sog'ilgan sutni ichish uchun pishiringizlar. Ya'ni sutni aralashtirmaysizlar. Masalan, bitta sigirni sog'ib oldingizlar, pishirish uchun alohida satil qilib qo'yingizlar, satilga sog'ib oldingizlar. Qolganlari aralashib, chakka yoki qatiq, suzma qilib tayyorlashlaringiz bemalol mumkin. Faqatgina sutni shu narsasiga qat'iy amal qilishlaringizni so'rab qoladi. Nega buni ta'kidlab aytyapman? Buni hazmi yosh bolalarda ham, kattalarda ham hazmi og'ir bo'ladi. Aralashgan sutni hazmi og'ir bo'ladi. Ya'ni uni tarkibi oqsil yog' har xil molda har xil bo'ladi. Shuning uchun sut aralashdimi hazmi taomi og'irlashadi, har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi ehtimoli ko'p. Bularda allergiya kasalliklari kelib chiqishi ehtimoli bor. Yana hazmi taom buziladi. Ya'ni ichaklarda mikroflora buzilib, organizm ichib ketish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun tinkasi quriydi. Masalan, hazmi og'ir bo'lgandan keyin sut ichgan katta kishidagi, katta yoshli odam ham o'sha sutni ichsa, hazmi og'ir bo'lganini bilmasdan mana ko'p holatda bo'lgandir balki shu paytgacha. Sut ichsalaringiz, tinkalaringiz qurib, boshlaringiz aylanib, energiya quriganday holat kuzatilgan bo'lsa, ayni muddaoki siz aralashgan sutdan ichgansiz. Shuning uchun bugundan boshlab bu mavzuni, bu tavsiyamni olganlaringizdan keyin albatta farzandlaringizga so'raysizlar, qaydan sut olib kelyapsiz? Aytsalaringiz bo'ladi. Bitta molingiz, 2 tami, 3 tami, keling menga iltimos, bitta molingizdan sog'ilgan sutdan menga sog'ib bering deb aytsalaringiz, sut sotayotgan tanishlaringiz ham xuddi shunday sizlarga sog'ib beradi. Buni amalda qo'llaysizlar, tanijonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.